Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlar bilan yangi zakaz tushganda qanaqa qilib bu zakazni manage qilish va qanaqa qilib u zakazni оформлять qilishni полностью ko'rib chiqamiz va qanaqa informatsiyalarga ahamiyat berish kerakligi haqida gaplashamiz. Biz sizlar bilan birinchi ko'radigan narsamiz bu emailimizga mana shunaqa ko'rinishda kimdan misol uchun qanaqa zakaz kelgani haqida ma'lumot keladi. Ochamiz, mana ko'ryapsizlar, shu ma'lumot kelgan. Endi bize bu narsani ko'rganimizdan keyin biz o'zimizning akkauntimizga kirib, ya'ni Amazon'dagi akkauntimizga kirib, bizda уже tepada shortcutlarimiz bor, yerliklarni chiqarib qo'yganmiz. Mana shu manage orders degan joyga bosamiz va manage orders degan joyda biza mana shu zakazimiz haqida mana turgan informatsiyani ko'ramiz. O'zi boshida sizlarga zakaz kelgan paytida bu zakazinglar unshipped statusda bo'lmaydi, pending statusda bo'ladi. Va pending statusda bir nechadir, yarim soatmi, balki 15 minut turadi. Bu ko'pincha nimadan kelib chiqadi? Misol uchun qanaqadir aplatalar yoki qanaqadir to'lov tizimlarini Amazon o'zi tomonidan tekshirib chiqib, полностью pul tushish haqida informatsiyaga ega bo'lgandan keyin sizlarga уже полностью o'tkazib beradi. Ya'ni o'zini qanaqadir aytaylik kategoriyalardan o'tgandan keyin. Endi ko'ryapmiz, biz sizlar bilan misol uchun mana shu zakazimizni ichiga kiramiz va informatsiyaga ega bo'lamiz. Ichida ko'ryapsizlar, mana order summary degan joyda qachon ship bo'lishi, qachon dostavka bo'lishi va qachon olinganligi haqida, qaysi sales channel orqali sotib olinganligi haqida, ya'ni Amazon.com ayni o'sha Amerikaga tegishli bo'lgan Amazonning platformasi orqali sotib olingan. Qanaqa fulfillment type, ya'ni seller o'zi bu narsani fulfillment qilib berish kerak, shipping service standart qilingan va mana bu informatsiyasi va to'langan haqidagi informatsiyalarni ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni ko'ryapsizlar, o'zi bitta mahsulotinglarni o'zi 899 dan tushgan bo'lsa, sizlarga misol uchun u Amazon o'zining tarafidan o'sha taksi bilan birga hisoblab olib, uni общий 970 qilib klientinglardan yechib olgan bu pulni. Endi keyingi narsaga ahamiyat beradigan bo'lsak, sizlarda mana bu knopka o'zi bo'lmaydi. Agar sizlar Grablerni ustanovka qilmagan bo'lsanglar, bu narsa haqida keyingi darsimizda yana gaplashamiz. Men prosta hozir sizlarga informatsiyani aytib o'tib ketmoqchiman. Значит, kimga yetkazib berishimiz kerak? Bu mana Alexander qaysi joyga adresi va adres type. Ya'ni adres type deganimizda misol uchun bu biznes center bo'lishi mumkin yoki uy, xonadon yoki qanaqadir uchastka, o'sha narsani residential misol uchun bu uyga ko'rsatib qo'ygan, turadigan uy. Va telefon nomer. Odatda o'zi bizaga sotuvchi bo'lganimiz uchun biz o'zi odatda telefon qilmaymiz. Bizga mumkin emas o'zi odatda telefon qilish ularga va qanaqadir boshqa informatsiyani so'rash. Bu ko'proq bizni dostavka qilib berayotgan paytimizda o'sha dostavka qilib beradigan kompaniyalarga beramiz bu nomerni. Ular topa olmasa adresi yoki yetkazib bera olmasa yoki boshqa narsa bo'lsa, qanaqadir muammoga duch kelib qolsa, o'shanda o'ziga telefon qilib ko'rishib olib, qayerdadir berib yuborishadi. Ya'ni uyiga yetkazib boradimi, tushuntirib beradimi. Xo'p, tagiga qaraydigan bo'lsak, bizda bu yerda statusi qanaqa statusda turibdi? Unshipped, ya'ni biz hali bu narsani ship qilmaganmiz, ya'ni bu narsani tayyorlab, уже yuborishga tayyorlab qo'ymaganmiz. Rasmi, product name, ASIN nomer, SKU nomer, bu narsalar sizlarda в принципе bundan oldingi darsimizda gaplashib o'tganimiz nimaligini. Qo'shimcha informatsiya, qanaqa holati, yangi order item ID'si, mana bunaqa nomeri, ya'ni nechta donaligi, ya'ni donasini narxi общий chiqayotgan hajmi, ya'ni narxi. Xo'p, bizda bu yerda cancel order bor. Bu yerda o'zidan admin qilib olsak bo'ladi orderni, lekin bizning maslahatimiz hech qachon cancel qilmanglar. Maslahatimiz qanaqa qilib bo'lsa ham yetkazib beringlar. Sizlar уже qo'ydinglar bu narsani, sizlar уже sotdinglar bu narsani, значит, sizlar majbursizlar yetkazib berishga. Chunki har bitta cancellation, har bitta rejection bu sizlarning performansiyalarga ta'sir qiladi va Amazon o'sha health'ida account health'ida ko'rsatib qo'yadi. Xo'p, by shipping и confirm shipment. Bu narsalar haqida yana kelayotgan darsimizda gaplashib o'tamiz. Hozir men sizlarga boshqa narsani tushuntirib beraman.
biz mana shu ayni birinchi qilinadigan ishlarni gapirib beraman. Xo'p. Boya aytib o'tganimdek, sizlarda Grably bo'lmasa, mana bu knopkalaringlar bo'lmasligi mumkin. Lekin agar bo'lsa, bu yaxshi. Ya'ni copy knopkasini bosamiz, bizda order ID'imizni copy, ya'ni skopировать qilib o'zimizga olib olishimizga, yuklab olishimizga imkon osonroq. Lekin agar bo'lmasa, biz mashina olib ishlatamiz. Endi biz sizlarga o'zimiz tarafdan tayyorlangan spreadsheetda shablonni beramiz va u shablonni o'zingizlar kelajakda полностью ishlatsanglar bo'ladi. U shablon qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Nima qilishinglar kerakligini hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, mana shunaqa shablon bo'ladi sizlarda. Ko'ryapsizlar, bu yerda hamma narsa yozilgan. Bu yerda statuslari, datasi, данные покупателя, Amazon order, eBay order nomer, username, foto, hamma narsasi yozilgan bo'ladi. Bu narsani biz sizlarga gruppamizda yoki bizani menejerlarimiz orqali yetkazib beramiz. Endi sizlarning qiladigan ishinglar birinchi bu narsani biz sizlarga berganimizdan keyin file knopkasini bosasizlar va make copy qilasizlar o'zingizlarga. O'zingizlarni o'sha kerakli papkalarga tashlab qo'yasizlar. Uni qilganingizdan keyin sizlarning qiladigan ishinglar shu o'zingizlarni shabloninglarni полностью ishlatib shuni to'lg'izish. Endi kelinglar biz sizlar bilan to'lg'izamiz. Aytaylik, boshladik misol uchun to'lg'izishni. Birinchi qiladigan ishimiz nimani qaraymiz. Bu bizda birinchi qaraydigan ishimiz statusga tegmaganinglar ma'qul, chunki statusni biz sizlarga avtomatizировать qilib beramiz. Уже keyinchalik tracking nomer kirgizganinglarda o'zi status обновляться qiladigan bo'ladi. Endi hozir misol uchun datamizni mana bu yerda buni полностью olamiz va mana bu yerga tiqamiz. Endi bizda data informatsiyamiz bor. Ship qachon bo'lishi kerak, qachon yetkazib berishimiz kerak va qachon olingan. Keyingi qiladigan ishimiz bu данные покупателя. Данные покупателяda biz mana bu полностью Alexander va tegidagi adresini olamiz. Tak. Keyingi qiladigan ishimiz bu ID'imizni olamiz. Yana bir marta aytaman, bizda agar bu ID sizlarda mana bu Grably уже установка qilingan bo'lsa, unda bosib olsanglar bo'ladi. Yoki qilinmagan bo'lsa, mana shuni copy qilib olinadi. Keyingi ishimiz bu уже ссылка на товар. Foto, цена продажи, цена покупки, shipping, sales tax va hokazo. Xo'p, hozircha bugungi videoyimizda biz sizlar bilan faqat shu 3 ta kolonka haqida gaplashdik va keyingi videolarimizda уже qanaqa qilib qolgan narsani to'g'izishni gaplashib o'tamiz. Endi masalan tabriklasam bo'ladi. Bu birinchi sizlarning savdinglar sekin shu orqali qanaqa qilib savdoga kirib borishni o'rganib boramiz. Bugunchalik shu. Hozircha boringlarga shukr, katta rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha. Xayr.